Korrupsiyaga qarshi kurashuv har bir haq vijdoni insonning, demokratiyalik jamiyat ham mamlakatning muqaddas farzi. Korrupsiya inson huquqlarini qo'pol ravishda buzilishiga olib keladi. Iqtisodiyotni izdan chiqaradi, davlat va jamiyat uchun o'ta xavfli bo'lgan uyushgan jinoyatchilik va terrorizmning keng yoyilishiga zamin yaratadi. Korrupsiya shunday kasallikki, unga qarshi eng yaxshi vaksina halollik va shaffoflikdir. Korrupsiya bu jamiyatda har turli yo'llar bilan qo'lga olinadigan qo'rqinchli illat. Korrupsiya keltirib chiqarayotgan oqibatlar jamiyatlarni ich-ichidan yemirib, demokratik va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi. Korrupsiyasiz kelishik men ham shang'arog'im uchun kepillangan kelishik. Biz korrupsiyaga qarshi kurashda birlashib, kelajak avlodga adolatli, rivojlangan va farovon jamiyatni qoldirishimiz shart. Shu sababli biz korrupsiyaga qarshimiz va bu kurashga o'z hissamizni qo'shishga tayyormiz. Davlat organlari faoliyatida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlashda hamda mansabdor shaxslarning xalq oldidagi hisobdorligini yo'lga qo'yish orqali davlat boshqaruvida samarali nazorat olib boriladi. Biz o'z kelajagimizni korrupsiyasiz quramiz. Sizchi?